Shunaqa tanishinglar bor. O'tirib turib odamlarga ham ishonch qolmadi deb. O'zi g'irt kisavir bir mashinalik bo'ladi, odamlarga ham ishonch qolmadi. Flamingolar bilan yashab, unda ketib nima qilasan odamlar bilan yashab. O'zbeklarga umuman ishonch qolmagan deydi. Bu bor Tailandda yashab unda. Tailandlik odamlar rosa ishonchli hammasi. O'g'il bolasi, qiz bolasi o'g'il bola. Kallangni ishlar desiz emlatki qiladi-yu deydi haligi. Ashlar bizni zaharlab qo'yishi mumkin shu emlatki qilayotgani deb berdi. Qanday egasiga zaharlaydi? Sen o'zi bir kunda 12 soat uxlasang, 6 soat telefonga qarab yotsang, 6 soat ichish chekish har xil zararli narsalar deydi. Sening uchun любой ukol foydali deyman. Sen shpris ichiga sariq suv to'ldirib haydab bersang senga foydali. Men doktorda onda bo'lganda havo haydab berdim. Nima qilasan buni qilib yashab deyman. Chip o'rnatyapti-kan odamlarning miyasiga deydi. Men shundan xavotirdaman. Chip o'rnatib meni boshqarishni boshlab qoladi deb berdi. Seni miyangdagi informatsiyadan 32 li chip ham qimmat turadi-da. Sen men qaysi informatsiya? Ho'l mevani olib quritib oddiy meva qilib sotmoqchi bo'lgan insonlarga nima keragi bor deyman.